Barchaga salom sizlar bilan Katrovani qo'yat bola. Men yurtga qaytdim bola. Yurtga qaytishim bir nechta sababi bor. Yurtga qaytdim desam ham bo'ladi. Va nihoyat sizlar kutgan o'sha avokado qaytdi bola. Va nihoyat yurtga qaytgan sababi bor. Uzr gapirishda sal xatoliklar bo'lsa uzr bolalar, hayajonlanib ketyapman bolalar. Yurtga qaytgan sababi YouTube'da nima videoni to'xtatib qo'ydim. Video qo'yishni umuman. Va nihoyat men yurtga qaytdim bolalar. Video qo'yishni nima to'xtatib qo'ydim. Просто motivatsiya o'ldimi yoki boshqami bilmadim-ki. Просто 2 oy davomida video qo'yishni to'xtatdim. Nima to'xtatdim? Просто YouTube'dan video qo'yishga yaxshi kontentlar topa olmadimmi yoki video qo'yishni nima to'xtatdim? Aytib o'tay. Har doim Telegram kanalimda aytib o'tganman. Shu raqamlarni tasdiqlash degan muammo. Ko'plab videolar olganman. O'zim ekran zapis qilib videolar olganman. Video qo'yishni montaj qilib qo'ysam, shunday maqsad qilib YouTube qabul qilmagan. Nima qabul qilmagan desangizlar, shu raqamlarni tasdiqlash degan muammosi hozirgacha duch kelyapti menga. Uzun video olib bo'lmaydi. 15 minutli, 20 minutli video olib bo'ladi. Hozirchalik shu yurtga qaytgan haqida video oldim bolalar. Shu 15 minutli bo'ldi, 20 minutli bo'ldi, bilmayman bunisini, lekin Xudo xolasa shu raqamlarni tasdiqlash degan muammosini ham hal etamiz bolalar. Hal etaman. YouTube'ga qaytdim. Bilganlar xursand bo'linglar bolalar. YouTube'ga qaytdim. Bundan buyog'iga agarda shu videom qaytgan munosabatlar 20 mingta like bo'lsa, sizlar shu mashhur youtuberlar bilan berkim machoq videosi chiqadi yoki youtuberlardan shart olib videosini olaman Xudo xolasa. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Shunaqa gaplar bolalar. YouTube'ga qaytdim. YouTube'ga qaytgan bilgan odamlar xursand bo'lsin bolalar. YouTube'ga qaytdim bolalar. Va nihoyat undan buyog'i shaharda serial olaman yoki berkim machoq videolar chiqadi. Va nihoyat bir nechta yangiliklarni o'shani ko'rsataman. Keyinchalik uni videosi ham chiqadi. Hammaga xayr bolalar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar bolalar. Hozir bolalar hammaga xayr deyman sizlarga. Va nihoyat Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar bolalar. Telegram kanalimizda eng so'nggi yangiliklar bo'lib qoladi. Like bilan podpiskani ayamanglar bolalar. Uzr bolalar, men sal hayajonlanib ketaman. Sal gaplarimda sal chalkashlik bo'lsa uzr so'rayman. Like podpiskani bosib qo'llab-quvvatlab turinglar bolalar. Hammaga xayr. Salom avokado bo'ldi.